Ayni kunlarda mana shu hozirgi bahor mavsumida allergik kasalliklar avj olgan payt bo'lgani uchun murojaatlar ham shunga yarasha ko'pincha allergiya holatlari e, kuzatilyapti. Ayniqsa yosh bolalarda laringit, infeksion allergik laringit yoki laringotrachit, bronxit, obstruktiv bronxitlar, allergik rinit, rinosinusitlar, shunga o'xshagan holatlar bilan juda ko'p murojaatlar bo'ladi va shu bilan bir qatorda albatta asoratlangan infeksiya, asoratlangan holatlar ko'p uchrayapti. Sababi mana shu ota-onalarni e'tiborsizligi, ehtiyotkorsizligi natijasida. Chunki ular bolam shamolladi deb turib bizga qabulga kelgangacha bo'lgan davrda 2-3 kun faqat aptekadan o'zboshimchalik bilan dori preparatlarni retseptsiz, hech qanaqa tavsiyasiz olib iste'mol qilib ko'rishadi. Undan keyin bolam bo'g'ildi, ovozi chiqmayapti, temperaturasi tushmayapti, yo'tal